Assalomu alaykum Chorlu ishqibozlari. Bugun 27 sentyabr 2025-yil. Hafta kuniga shanba. Biz Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidamiz, o'zimizning xonadonimizda. Bizda bugun semental bazam boqilayotgan 4 ta semental lavashchalar sotiladi akalar. Ishqibozlarga sotamiz. Toza qonli sementallar 4 bosh. Yosh oyligiga keladigan bo'lsak 2 oydan 2 oylik atrofida mana shular. Monasi jinda o'tib ham qoldi. Shinisi 2 oylik bo'lsa kerak, adashmasam. Va kattasi 4 oylik bo'ldi. Narigisi 70 kunlik bo'lib qoldi, narigisi. 9 yil. Shunisi 70 kunlik. Qoni toza 100 tali sementallar bor sotiladi. Xo'p, mana shu to'rala biz sotamiz. Narxiga keladigan bo'lsak, uchala maydasini bir joyga bo'lsa 20 milliondan narx so'rayapmiz. Jaharini qilib beramiz. Kattasiga 28 million narx so'rayapmiz. Toza qonli sementallar. Hammasini bir joyga olamiz deganlarga yaxshiroq qilib kelishtirib beramiz, xudo xolasa. Hammasi qoni tozalari.